2-2 rekord qayd etgan. Ba'zi manbalar uni Vatan için ko'ksim tog' qalqondir sha'nim uni desa shamolday uchqu samanim bor bo'lsam chamanimda o'lsam kafanim mangu berdilik menga taqdiri azal jondan bu tuproqning har garda afzal Рост 176 сантиметров, вес 67 килограммов ровно. Он яркий боец из мира ММА. Профессионального бокса. Желаю удачи. ko'ramiz. Ketdi qani. Ikkala sportchiga ham omad tilaymiz va jarayonni kuzatib boramiz. Первый раунд. Mana bu zarba bilan Nurusov Wow, mana bunday zarbalar e'tibor bering. Nurusovdan tanaga, keyin bosh qismiga zarbalar ketma-ket. Yomon boshlamadi Nurusov, kutib olishdi yana qo'l zarbasi. Yo'q, esdan chiqib ketyapti. Iltimos, sizlar ham shunday qilmanglar. Ham bu yerda ortga zarba bo'ldimikan? Ha, sanoq boshlandi. Sanoq boshlandi. Nurusov yo'q. yo'q, bu MMA emas. Yo'q, kapani eplab soldi og'ziga. Qoyili bugun juda bir sezdirib qolyapti boksga chetdan kirib kelganlarni harakatlarida. Bokschilar hayron qolishadi. Kapani qo'lqop bilan olib ham solsa bo'lar kam og'izga deb uddaladi. MMAchilar qilardi bu ishni. Mana Nurusov boks qo'lqopiga ham uddaladi. Ketdi. Jang tezlashyapti. Nurusovning zarbasi yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, baribir o'zi kuchli zarbasi bor edi. Hozir ham shuni takrorlayapti. Ko'rsatyapti kuchli zarbalarini. Mana bu 12 unsiyalik qo'lqoplarga ancha moslashib olibdi Nurusov. Yana shu zarba, yana davom et. Nimadir muammo bo'lyaptimi? Gaplashsin murabbiylar bilan. Sanoq tugatmoqchi murabbiylar. Ha, yo'q, bo'ldi. Kelib jang qil dedi. Unga kim aytdi bilasizmi? Bu narsani. Jang qildi. Yana jang. Ispanchikning zarbalari. Ramiz Mamadov urushib berdi kelib Nurusovga. Jang qilishing kerak. To'xtama, nima qilyapsan deb. Taslim bo'lmoqchi bo'lib turgan edi sekundantlari, keyin Mamadov aralashdi vaziyatga. Ramiz Mamadov o'zi mag'lub bo'ldi, lekin juda bir yorqin jang o'tkazib mag'lub bo'ldi Asadbek Rajabovga. Ramiz Mamadov bokschi. Bu yerda qiyinchiliklarni biladi, nimalar bo'lishini. Va Nurusovning zarbalari ancha kuchli. Isroilov tinimsiz ishlayapti. Isroilov zarbalar og'riqli. Mana shu menimcha o'ta kuchli og'riq beryapti mana shu yerda. Referi jang qil demoqda yoki tugat jangni demoqda. Boshni ortki qismiga zarba beryapti deb aytmoqchi Nurusov. Sanoq boshlandi. Yana Ramiz Mamadov mana kel, mana qarang. Ramiz Mamadov urushyapti. Har safar Ramiz Mamadov kelganda turyapti, jang qilmoqchi bo'lyapti.
Oppa. Ikkalasi ham bir barakaga zarba yo'lladi. Deb olishni istamchi zo'r ishladi. Yo'q, bilmadim. Endi bu aktyorlikka o'xshab ketyapti-da. Ochig'i. Nima har safar boshni ushlaysan? Hozir boshning ortki qismiga zarba bo'ldimi? Agar bekor qilingan, mana shifokor keldi. Shifokor keldi. Hozir endi sekundantlar bir-biriga burchaklardan turib gap otishyapti. Ketdi. Tugadi birinchi raund. Nurus tushuntiryapti. Urma, boshni orqa qismiga urma dedi. To'sha asosiy voqelik. Shohjahon Ergashev ishtirokidagi janglarni sog'inganlar uchun ajoyib raqobat bo'ladi. Urvanov bilan ikkalasi ijtimoiy tarmoqlarda endi Shohjahon Ergashev o'zini munosib tutdi, juda zo'r tutdi, lekin Urvanov har qanday gap so'zlar qildi. Kecha face to face da ham bir narsalar qildi. Bu haqda gaplashamiz. Biz esa ikkinchi raund boshlandi. Hozircha zarbasiz Nurusovning harakati. Yana shunday zarbalar almashinuv ikkalasida ham bir varakayiga. Isroilovda ham bor, Nurusovda ham bor bunday zarbalar. Yana shunday zarbalar. Iltimos qilaman, men hozir takroriy lavhalarni beringlar rejissyorlar. Nima bo'ldi? Uryaptimi, yo'qmi boshiga ko'ray, shuni orqasiga uryapti. Ko'raylik birgalikda. Nima bo'lyapti? Uryapti ekan mana, ko'rindi. Taslim bo'ldi Nurusovning burchagidagilar. Nurusov birinchi raunddayoq taslim bo'lmoqchi edi. Рефери остановил данный поединок на 55-й секунде второго раунда. И таким образом победу техническим нокаутом одержал Бауыржан Испанчик Isroilov. Isroilovning g'alabasi yakunda mana hammasi chiroyli bo'lyapti. Bir-biriga maksimum hurmatni saqlab qolgan